Yana yurtimiz hayotiga oid xabarlarga qaytamiz. Mamlakatimizda turizmni rivojlantirish, mahalliy va xorijiy sayyohlar sonini oshirishga katta e'tibor qaratilar ekan, bu jarayonda transport va logistika yo'nalishi ham rivojlanishni talab etadi. Boisi, avtomobil yo'llarining ravonligi turizm taraqqiyotidagi muhim omillardan biridir. Ayni shu maqsadda Toshkent viloyati hududidagi avtomobil yo'llari va yo'l inshootlarini qurish, rekonstruksiya qilish borasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishtirish maqsadida jurnalistlar uchun press tur tashkil etildi. Jarayonlar muxbirimiz Mirzolim Rustambekov reportajida. Press tur avvalida O'zbekiston Avtomobil yo'llari qo'mitasi Toshkent viloyati boshqarmasi xodimlari ishtirokida matbuot anjumani tashkil etilib, bugungacha qilingan ishlar va joriy yildagi dastur haqida batafsil ma'lumot berdilar. Press tur doirasidagi ilk manzil esa Parkent tumanidagi 4 kilometr masofada qurilayotgan yangi yo'l bo'ldi. Mazkur yo'lning qurilish ishlari 2024-yilning oktyabr oyida boshlangan bo'lib, manzilda 40 santimetrlik yo'l asosini qurish, beton lotoklarni o'rnatish va yo'lning asosiy ustki qatlamini qurish ishlari yakunlangan. Har yili bahor faslida yurtdoshlarimiz dam olish kunlarida hordiq chiqarish uchun aynan Parkent tumani hududini tanlashadi. Ammo tumanga tashrif buyuruvchilar soni ko'pligidan hududga kirish va chiqishda tirbandliklar kuzatilardi. Ammo endilikda qurilayotgan 4 kilometr masofadagi yangi yo'l bu muammoning yechimi bo'lishi mumkin. Qurilishdan asosiy maqsad bugungi kundagi turizm salohiyati Toshkent viloyatida Parkentda juda katta o'rni bor. Shu tirbandlikni oldini olish maqsadida o'sha orqa tomondan qurilgan o'sha 4 kilometr yo'limizda bir tomonlama harakat bo'ladi. So'qoq yo'nalishimizdan harakat davomida tushib kelgan transport vositalarimiz hammasi bir tomonlama bemalol hech qanday to'siqsiz Toshkent shahriga qarab yo'naltiriladi. Ikkinchi manzil Bo'stonliq tumanidagi Bektemir Chirchiq G'azalkent Chorbog' Qo'rg'oni avtomobil yo'lining 66-67 kilometr oralig'idagi piyodalar yo'lini qurish obyekti bo'ldi. Manzilda loyihalash va qurilish ishlari parallel ravishda olib borilmoqda. Loyihaning umumiy qiymati 9,5 milliard so'm. Siz ko'rib turgan ushbu texnika to'plami Xitoy davlatidan olib kelingan bo'lib, yer osti yo'lini hech qanday inson omilisiz qazish va tayanch ustunlarni o'rnatish imkonini beradi. Bu esa o'z navbatida ishchilarning xavfsizligini to'liq kafolatlaydi. Ahamiyatlisi ilk marotaba qurilish jarayonlarida avtomobil qatnovi to'xtatilmadi. Press turning oxirgi manzili Bo'stonliq tumanidagi Toshkent-Chirchiq Chimyon avtomobil yo'lining 80-81 kilometrlarini qayta qurish obyekti bo'ldi. Manzilda qurilish ishlari o'tgan yilda boshlangan. Loyihaning umumiy qiymati qariyb 85 milliard so'mni tashkil etgan bo'lsa, bugungacha 73,4 milliard so'm mablag'lar hisobiga qurilish montaj ishlari bajarilgan. 1,5 kilometr uzunlikdagi avtomobil yo'lida tog' chang'i sporti uchun 3 ta nuqtada yo'l usti yo'laga ham qurilmoqda. Bu o'z navbatida ham dam oluvchilar, ham sport bilan shug'ullanuvchilar uchun qulaylik yaratadi. Mirzolim Rustambekov, Asilbek Olimov, Hudud informatsion dasturi uchun.